Eğer onun bilan to'y qilib qolgan bo'lsam, bir umr vijdon azobi tatib ketayman. Qizim, qanday qilishni o'ylashyapsan? Nimani? Xizmat ishini o'ylashdingmi demoqchi. Sen qaytib kelganingga 2 oy o'qibdi, go'zal qizim. Sen burun ayrıxan qizlik xizmatini davomlashtirmoqchimi va yoki tish doktor bo'lmoqchimi? Men bilmadim dada. Hey, bilmadim degan nima gap? Dadang mushta gap qilamsa? Hey, mana qilayotgan qilg'ini qara. Ko'rgansiz bak qilg'ini, ha? Biz xato gap qildikmi buningga? Aqida nimanda qiliq qildi deyman. Bo'ldiqlar apsi. Kayfiyat yaxshi emas o'xshaydi. Vay qo'ying sizni. Hammani qilganchi siz. Kechkicha bolni nima desa shuni qilib berib, akin oynoqdan bir sovibdi bumi? Anqaralashganlar to'y qilsanglar, opamiz tunchi muhabbati bilan qudilishidi. Ha? Men opamizning kunni qosh qapoqlariga qarab, kun o'tkazishni faqatmi xohlamayman qarab. Opamiz Asqarga tekkicha hamma narsadan voz kechgan. Asqar degan kim? Asqar degan qaram, dal bizning Anqarjonning dodisi bo'ladi. Nima? Uzatni mishqa. Aqida telefon qilib qo'ygan nimaga? Vay Aqida. Adash. Aslında bu parçayı öğrenmez ya. Ben telefon konuşup yapmayayım Bilan topshirdigan sen. Ki ben aniq kelmadi adash. Yozanlik narsani juda o'tib mendan gap qildi. Ve unda bas tishim cho'tkilab olib gap qilmamsa, tish bas yog'zan kirib kelsa, ziyonliq emasmi? Yevet qolma buka. Ben çok ara şifayla çıkması için tıklavatma. Unda bo'z shu bo'ldi yevetkin. Bu shipaydan tish bas tutgan yechilmas, ular uning ustiga uning tarkibida mos emasmi? Shu xotinning qash tishidaglar aytib narsa. Ay, ben şifayla çıkması o. Şundan yakışı karanlık kesenim kodan da gittim. Kodandan marvet bir bağımı kalsa. Hey Saran nimdan deb yursa, men ya Anqar bo'lmasam, bu yoqdan birisi bilan ayrilib ketib, bu yoqda yurib o'tirganga. Çıkıp çoğalar para. Onu mu dedik, bunu mu dedik? Yani bu şifayla çıkması köndükçe mi? Bu şifayla çıkması rasa pek yakışı geçtiler. Men sen burulu tavsiya qildim gapimni anglamadan. Qanda endi o'zan siltib unimni ko'rib yoqtirib qolg'oqshimamsa, endi bundan ekan shipay kun o'lib, kundim degan narsani aytib yurmamdi jumu. Hey, demişim biraz könüp kaldım para. Murat, onun biraz könmegen? Mush tish bostisi bilan dil qordab ketgan Anqarniki dilini cho'tkilab oqart qilib bo'lganmisin degan yaxshi bo'ladi. Anqarga shikani chiqib olib ketdi. Uning bilan ishimiz mumkin bo'lmaydi o'tlash. Nimishqa? Men ba'zi ishlarni bilgandan keyin adash, ikkimizning peshonasining qo'shilmasligini taqdirni o'rinlashtirishgan deb bildim. Agar uning bilan to'y qilib qolgan bo'lsam, bir umr vijdon azobi tatib ketayman. Ne bo'ldi ajab? Sirliq gapirding bu? Men sana so'rab boqay, Anqar ishimizdan chiroyi o'xshamdi. Nimadan to'qsidan so'rab qoldim. Savolim javob bermayra, chiroyimiz o'xshamdi deb so'rayapman. Hey. Buni o'ylab baqsam o'xshab qolgansizlarmi? Biraz o'xshaygansizlar. Aqida? Vay, Aqida? Acaba Anqar ishimiz rostdan qilsanmi? Sizning opangiz dadingiz bilan to'y qilib, yana Asqar bilan boshlaydi. Filmning davomini UzAvaz salondan ko'ring. Salon nomi Biz UzAvaz.